Assalomu alaykum do'stlar. Detektorimizda mana molimiz. Molimizda asosiy belgilari oldin yaxshi yeb turgan, keyin birdan yeyishdan to'xtagan. Yeyishdan to'xtagani qisman yeyishni boshlagan. Molimiz tetik. Detektor bilan tekshirsak chiyiladi. Hozir mana 1 sutka bo'ldi. Mana hozir tekshirish jarayoni. To'shdan beryapti. Mana kecha mana bu yoqdan chiyilgani, mana bu yoqdan chiyiladi mana. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir biz detektorni natijasini tashab, hozir 25 ga zond bilan olib beramiz. 25 ga magnit zondni tayyorlab oldik. Va og'ziga o'zini pidisini joyladik. Mana turosini tayyorlayapmiz. Hozir yutqazish jarayonlarini boshlaymiz. Hech qachon bu ishlatgan vaqtda zondni qattiq yutash kerak emas. Sababi qizil o'ngachga zarar yetishi mumkin. Mana molimizda oziqa yegan. Normal yegan ekan. Xo'p, olgan narsamiz. Tanga. Ana, choy puli chiqdi. Xo'p, ikkita yangi mixlarimiz, 3 ta yangi miximiz tushib ketgan. Demak. Mana 3 ta yangi mix. Va tanga. Yo, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Pulchoq chiqarimdimi? Yo'q, men o'zim beraman pulchoqni. Mana 3 ta mix va 1000 so'mlik tangani oldik. Mana bu ish jarayoni. Xo'sh, bularda nima qiladi? Mol avvalgida yemay qo'yadi. Avvalgida yemay qo'ygandan keyin demak zond yutqizish kerak. Agar detektorni olib hamma yoqqa chiylatsalaringiz, hamma molda bor. Nima degani? Bu askolka hamma molda bo'ladi. Yeyotgan oziqasidan askolka kiradi. Sim, mix, biror narsa bo'ladigan bo'lsa, molni o'zi oldingidan qaraganda riskga qaytadi, yemay qo'yadi. O'shandan bilib olsak bo'ladi. Risk yemishdan qoldimi, oldingida risk temperaturani o'lchash kerak, detektor bilan tekshirish kerak. Shunda molimiz xudo olsa sifatli bo'ladi. Hali mol aqlli ekan, og'riq qoldiruvchi qilishmagan ekan. Agar og'riq qoldiruvchi qilishganda mol yana yerdida yurakka qarab ketadi. Detektorlarimiz va magnit zondlarimiz sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa sotamiz. Mana o'zimiz eksperiment qilib, o'zimiz ishlatamiz va o'zimiz sotamiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.